3. qism. Padişah şikarga chiqib ketib saq 2 ay bo'lganda Kenji xonish omaq ham buduruq bir o'g'il tug'ibdi. Buningdan cheksiz xushal bo'lgan Xonsaniya navrisiga bir qarabla amroqliq kelib, buvoqning mangziga o'tliq mehri bilan birini so'yib qo'yibdi va darhalla podshohga maktub yozib, o'rdadagi oyga eng tez xabarchi orqali o'g'ilga xush xabar mangdiribdi. Xabarchimi podshohdan tezroq so'yinchi ilish uchun aldirash yo'lga chiqibdi. Mengibdi. Mangandımı mol mıngıptı. O 7 gündüz yol yürüp, ahire menzilge 50 çakırım yol kalganda, uzun seferinin harduqı yetip, bir Öztağ'nın boyudaki tal sögetinin tüygüla yan başlap uykuğa gitipti. Uzun sefer harduqı xabarchini bekle alsırtıp koygaçqa, o çarças sebebidin qattiq uxlap gitipti. Dal şu çağda Kenji xonishqa, yani tügmenchinin qizig'i ko'zi tushib, uni o'z yiniga ilib ketmoqchi bo'lgan bo'lsa-mu, lekin sihriy jaduning hikmetidan qizg'i yiqilisholmay armonda qolgan yiliqi mal'un so'kat soyasida uxlab yotgan xabarchini ko'rib, uning yiniga keldi va Xonsaniya avatgan maktubni yirtib o'tib, o'rniga "Shoh o'g'lim, shum xabar yetkazganimni kechirsizlar, demaslikka ilojim yo'q. Amroq Kenji xonishingiz odam emas, hayvon emas bir maxluq ta'lid qildi. Aslida bu qizning naridan kelganligi noma'lum edi. Jallardan ansirab qilyapman" degan mazmundagi bir parcha maktubni Xonsaniyaning xitiga o'pma o'xshash qilib tutib, xabarchining qo'yniga silib qo'yibdi. Xabarchi bir kecha kunduz uxlab uyg'onib, yana yo'lini davom qilibdi. U tog'u daryo, o'rmon cho'llarni kezib, oxiri maktubni podshohning qo'liga yetkazibdi. Podshoh xatni ko'rib qattiq cho'chib ketibdi va ko'ngli bakmi yerim bo'ldi. Lekin podshoh Kenji xonishga bakli ichakab qolgan, ham to'limi amroq bo'lg'achqa, ishning tigitakdini o'zi bag'anda aniqlab biqishni niyat qilib, darhol xononisiga maktub yozibdi. Mehribon ona, insonning mishiga har xil qismatlar tutilgan bo'ladi. Kenji xonishning g'alati mahmaq yangiganligidan ko'nglim to'limi yerim bo'ldi. Shundan bo'lsa-mu, sizlar Kenji xonishning holidan obdan xabar ilib, mening qaytib kirishimni kutinglar. Xabarchi maktubni ilib, eng tez surat yo'l yurgandimi mol yurib, yana shu O'stangning bo'yidagi tal so'gatning yoniga kelganda ortiq yetib, yonpashlig'icha yana qattiq uyquga ketibdi. Mal'un yana uning yonida paydo bo'lib, xabarchining qo'ynidagi maktubni yirtib, O'stangdagi suvga tashlab o'tibdi va yana Kenji xonish men ketishdan tavallud qilgan bo'lsa, sal gumonliq turdi. Uning men yo'qchoqqa ta'lid qilganidan ko'nglimga gumon tushib qattiq azarigandek bo'ldi. Bu men uchun ko'tarib yurgizilmas. Mayli u nima to'g'risida qat'iy nazar ushbu nomani topshirib olgan hamon Kenji xonish va uning bolasi qatl qilinsin. Daqiqiy kechirish qat'iy bo'lmaydi. Xonsaniya mal'un almashtirayotgan yodliqni topshirib olgandan keyin intayin hayron bo'ldi. Chunki u umoq navrisiga ichidan ko'yib, Kenji xonishga bakma amroq bo'lib qolgan ekan. U birasining Kenji xonishni ko'rolmay, uning ishtorliq va hasadxo'rlik qilib, xabarchini setib olib, orig'i so'g'uqchilik sanmoqchi bo'lganligidan gumonlanibdi. Hamda yaxshisi, podshoh o'g'limga xabarchi orqali yushirib maktub yo'llab olgan. Shoh o'g'lim, qayta javob bergandan keyin ondan bir gap bo'lar. Xonsaniya shunday o'ylab, podshohga yana boshqadan maxfiy maktub tutib yo'llabdi. Buni hech kimga bildirmay, boshqa bir xabarchini tunnisbi bilan o'rtadan chiqarib, xufiyan yo'lga sapdi. Lekin Xonsaniya yana o'xshash javobga erishib, aqldan adashqili tasliq qopdi. Chunki mal'un har qitim xabarchi ilib mangan maktubni ilib olib, o'rniga o'zi tayyorlagan maktubni almashtirib qo'ydi ekan. Eng oxirgi bir parcha maktubga agar men bog'chi Kenji xonish bilan uning bolasini o'ldirib ko'zini yiroq qilmaydiganlar, mendan hech qaysinlarga yaxshilik kelmaydi. Xonish ona vaqt kelganda meni rayimsizlik qildi deysizlar. Darhol jarliqimni bajarib keltirgaylar. Menga Kenji xonishning tili bilan ko'zini ilib qilib, dalil isbot qilib ko'rsatgaylar. Mushundaq deb yozgan ekan. Xonsaniya begunoh ona bolaning behuda o'lib ketishini xohlamasimi, ammo shohyorligining muqaddas ham daxl tarixsiz ekanligini bilib, navrisiga ko'z qiymagan holda hasratlik ko'z yish qildi.
Uyan oylab, buyan oylab, ahiri yerim kechi bo'lganda u bir ovchini chaqirtib kelib, uningga tangsuzligicha kiyikdan birini tutib, o'ziga uning tili bilan ko'zini akilib berishni buyuribdi. Ovchi Xonsaniyaning buyrug'ini o'rindab, tangsuzlishi bilan uning talabini bajo keltiribdi. Ko'ngli bir az joyiga tushgan Xonsaniya Kenji xonishning qishig'iga kirib, cheksiz mung-hasrat bilan Kenji xonishga mundaq debdi. Men padişahның yorligi bo'yicha jallodni chaqirtib kelib, siz va navrimni begunoh o'ldirmasam qat'iy bo'lmaydi. Men sizlarga hargiz qiymayman bolalarım. Lekin sizlarni o'rni ichida omon qo'ysam texmi bo'lmaydi. Shunga siz bu vaqt bilan bu yerda tursangiz bexatarli. Siz bolani elib bu yerdan yiroqlarga ketib, podshohga va uning odamlariga qat'iy ko'rinmang. Shaharga qaytib kelman qizim. Qaytib kelman. Xonsaniya ko'ziga yosh ilib turib shundoq debdi. Ham navrisining mangzi pishonisiga qayta so'yib, bu vaqtni obdan zaklab yo'gab, Kenji xonishga tutqizgandan keyin uningga navrisiga Murad deb ism qo'yishni topilib, al ayqib siqqanda Charbaqqa boshlab chiqib, Charbaqdagi hech kim bilmaydigan maxfiy laqma orqali ularni qochirib yetibdi. Kenji xonish minish oldida xonanaga tizlanib turib, "Xonana, sizlar meni o'z onamdan chora ko'rgan edilar. Biroq shoyimga nima bo'lganligini qat'iy bilolmadim. Arada cho'qim suxanchi borligi aniq. Lekin biz buni aniqlashga amalsizmiz. Oldilaridan to'g'ri o'tib qolgan gunohlarim bo'lsa kechirgaylar xonana. Kechirgaylar." U shundoq degunicha ko'zlariga liq yosh ilib, ham laqma orqali Charbog'dan chiqib, o'rnidan ayrilib, beshi qaygan, puti taygan tarafga qarab ketib qoldi. U shu mang'inicha berish, charchishiga qaramay, bolasini maylisiga ching bosganicha xeyli kunlar mengib, oxiri bir cho'llikning chetiga joylashgan bir keng o'rmonlikqa yetib keldi. U o'rmonlikning ichiga kirgandan keyin bolasini yonga yotqizib qo'yib, tizlanib o'ltirib ko'kka qarab, o'zi va bolasiga omon esanlik, osoyishlik tilabdi. Ay, bag'ri yumshoq, oq ko'ngil qizchaq. Sana yana nemish bo'ldi? Kenji xonish beshini ko'tarib qarasa, gap qilayotgani asli bir yil avval o'zini podshohning beg'iga boshlab kirgan yiliqi oq kiyimli Parizat ekan. Qiz uning yig'lab turib, beshidan o'tgan kechmishini so'zlab beribdi. Bu vaqtlik ish. Yaxshi odam hamon yaxshi kun ko'radi. Ko'nglingni yerim qilma. O'zingga bormay baxtli kunlarga erishsan. Parizat shundoq debdi va uni o'rmonlikning dal o'tirsidagi bir kichik yog'och uyning oldiga boshlab keldi. Uyning olditimiga bir yog'och taxtay isilgan bo'lib, taxtayning ustiga ko'ngilda yomonlik bo'lmagan har qanday odam bu yog'och uyda haqsiz, qancha uzun turg'isi kelsa, shuncha uzun turg'isi bo'ladi deb yozilgan ekan. Kenji xonish Parizatning hamrohligida antili eshik tugiga kelib turishiga uy ichidan badallari sutdek op-oq, bir qaragan odamga to'lin asıltıdığan omaq qiz chiqib, Kenji xonishning muborak qadimiga marhaba. Qani, uyga marhamat qiling. Kenji xonish qarab shundoq debdi va uni uy ichiga boshlab kelibdi. Ondan u balani Kenji xonishning quchqidan ilib, o'z bag'riga mahkam bosqinicha mehri bilan kulib turib bovoqni emitibdi. Amdilla 20 kunlik bo'lgan bovoq ko'zini lapqida ichib, u qizga tatliq birini kulib qo'yib, yana uyquga ketibdi. Qiz uni asta-asta avaylab ko'tirib, mashut yeb, ipak raxtdan tikilgan yo'gak, uyning to'rida turgan chilan yog'ichidan yasalgan beshikka bo'lib qo'yibdi. Kenji xonish bu ishlarga aqli yetmay, hayron bo'lgan holda qizdan so'rabdi. Ay, omaq qiz, aytingchi, siz kim bo'lasiz? Mening Kenji xonish ekanligimni siz qandoq bildingiz? Kenji xonish, samingizga selishni unutib qoptaman. Men ko'kdan tushgan hori pari. Maxsus siz va bolangizning holidan xabar olish uchun bu yerda sizni saqlab turgan edim. Endi siz bexatar bo'ldingiz. Hech kimni sizlarga ziyon zahmat yetkazolmaydi. Toki ishlaringiz bir esiga tushib,
to'liq xotirjam bo'lguncha men sizning holingizdan xabar olaman. Qizchaq butun chehridan tabassum yog'dirib turib shundoq javob beribdi. Kenji xonish o'rmonlikning o'ttirisidagi bu yog'och uyda 7 yil turibdi. O'rmonlikdagi yovvoyi hayvonlar ularga qaranchuq, qo'g'dug'uchi, uchar qushlar ularga xabarchi bo'ldi. O'rparimo Kenji xonishning holidan shundoq yaxshi va atrofli xabar olibdi. Kunlar o'tibdi, oylar o'tibdi. Balasiga Murat deb ism qo'yibdi. Murat iyiga to'shibdi, o'minabdi, oyog'i chiqibdi, mungibdi. Küçük dilleri adamның ko'ngliga huzur ato qildi. Bu jarayonda Kenji xonish o'g'li Muratni ergashtirib, o'rmonlikning ichidagi bo'sh yerlarning hammasiga ko'chat qo'yib, gulgiyoh terib, qurt hasharotlarning uvusini puxtalab, jon-jonivorlarni atvorlab, o'zining oq ko'ngilligini amaliy harakat bilan isbotlabdi. Uning oq ko'ngilligi va ishchanligi, rahimdilligi Parizatni ta'sirlantirib, uningga rahimi keldi. Ve kesitilgan qo'llarini bara-bara asliga keltirishga boshlabdi. Kenji xonish buningdan qattiq ta'sirlanib, cheksiz minnatdorligi va sadoqatmanligini bildiribdi. Uzundan uzunga so'zilgan shikor 7 yil davom etdi. Podshoh, xon onasi, xonish to'qonlari va shahzoda malikalari ham o'rnini sig'inib, eng oxirida sig'inish o'ti podshohning ich bag'rini o'rtab, safar tayyorligini tez qilib o'rniga qaytib keldi. Uyga qaytib kelibla birinchi ishi xon onasidan Kenji xonish va uning maxluq bolasini so'rash bo'ldi. Xon Soniya umoq navrisini ko'z oldiga keltirib, ko'ngli buzilib qattiq yig'lab ketibdi va podshohga alamlik qarab qo'yib, Men senin büyünce vala taş yürek ekanliklarini bilmay yuribdiman emasmi? Qarni surishtirmayla, qarab turib, shundoq o'moq o'g'il navrini va oq ko'ngil kelinimni jondan judo qildilar. Zarim palakka yetdi. Navramni o'ylasamni ishchim zardobga to'shidi. Canның raytini görüşke bir yağız mama. Dada, apa deyişke ölgürme gitip kalgan omaq nevrem. Nevrem.